Hojat aka, yaxshimisiz? Rahmat Allohga beadad shukr. Yaxshi dam olyapsizmi? Rahmat Allohga shukr. Qayerdan kelgan edingiz? Toshkentdan kelganmiz biza. Nima shikoyat bilan keluvdilar? Toshkentda endi har yil dam olib turardim. Shu bugun ham bir vodiyni ham bir ko'raylik deb bu safar shu yerga keluvdik. Qizim tavsiya qiluvdi. Yaxshi yomon emas, lichenalar ham yomon emas, ovqatlari ham bo'ladi. Odamlari shirin so'z, joylari ham kengina, mana xonalari kengina. Ikki kishi mana yotib biza. Yaxshi yomon emas. Tabiati yaxshi, ovqatlari bor. Havasi yaxshi. Lichenalar foyda berdimi? Foydasi bor. Mineral suvi yaxshi ekan, menga shu mineral suvi yoqdi. Keladiganga tavsiyangiz, kelib maza qilib. Mineral suv oshqozon kasalliklari, jigar, buyrak shu bo'yicha agar kasallar bo'lsa, tavsiya beraman. Suv juda ham yaxshi ekan, foydasini ko'ryapmiz. Rahmat Hojat aka, siz ham sog' salomat bo'ling, yana keling. Salomat bo'linglar, sizlar ham charchamanglar. Rahmat, xo'p. Sog' bo'ling.